Assalomu alaykum barchaga. Advent of Cyber 2025 D20. Demak, bugun biz sizlar bilan D20 da race conditions mavzusini ko'rib chiqar ekanmiz. Toy to the world. Demak, bu qanday mavzu? Ya'ni race condition hujumlari haqida, uni qanday qilib oldini olish mumkinligi haqida demak gaplashamiz. Demak, learning objectivesga e'tibor beramiz. Race condition nima? Ular qanday qilib web applicationga ta'sir o'tkazadi? Ularni aniqlash va race conditionni o'sha aynan web serverlarda exploit qilish. Qanday qilib demak o'sha transaksiya value'larni, ya'ni raqamlarni yoki stock value'larni boshqarish. Va shuning bilan birgalikda qanday qilib race condition zaifliklarini oldini olish texnikalarini demak ko'rib chiqar ekanmiz. Bizga kerak bo'ladi bugun attack box va VMware, ya'ni virtual machine, VMware debmiz, uzr. Bu yerda attack box va virtual mashinamizni yoqib qo'yamiz, check qilib, demak bu yerda boshlaymiz. Demak o'zi race condition nima? Race condition juda ham oson narsa, juda ham tushunish oson bo'lgan narsa, ya'ni web applicationlarda qachonki ikkita amaliyotni birdaniga amalga oshirish, demak race condition deyiladi. Ya'ni bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Race condition happens when two or more actions occur at the same time. Ya'ni ikki va undan ortiq amaliyotlar, ya'ni harakatlar amalga oshiriladigan bo'lsa, birdaniga. Ana shunga race condition deyiladi. Va systems outcome depends on the order in which they finish. Ya'ni o'sha tizimning demak natijasi buyurtmaga bog'liq. Ya'ni qanday qilib tugaydi. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni web dasturlarda demak mana bir qancha foydalanuvchilar yoki bo'lmasam o'sha avtomatik so'rovlar bir vaqtda demak kirishga harakat qiladi, access olishga harakat qiladi yoki bo'lmasam biror bir ma'lumotni o'zgartirishga harakat qiladi. Va ya'ni u bo'lishi mumkin o'sha account balanslari yoki bo'lmasam biror narsani yangilash mumkin. Ya'ni bir vaqtda urinishga harakat qiladi. Ana shu narsaga race condition deyiladi. Agar proper synchronization, agar o'sha to'g'ri sinxronizatsiya bu yerda bo'lmasa, demak u o'sha kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Misol uchun duplikat tranzaksiyalar yoki bo'lmasam kerakdan ortiq bo'lgan buyurtmalar yoki bo'lmasam o'sha kirish mumkin bo'lmagan, o'zgartirish mumkin bo'lmagan ma'lumotlarni ham o'zgartirishga demak olib kelishi mumkin ekan. Race conditionning demak turlari bor. U demak 3 ta turga bo'linishini demak ko'rishimiz mumkin. Ya'ni time of check to time of use, ya'ni talk to. Bu nima degani? Qachonki ya'ni talk to race condition qachon sodir bo'ladi? Qachonki dastur biror narsani birinchi marta tekshirganda va uni keyin ishlatganda. But the data changes in between. Ya'ni o'sha bir marta tekshiradi va keyin yana ishlatadi uni. Va o'sha davrda demak ma'lumot o'zgaradi. Demak bu shuni anglatadiki, qachonki birinchi marta tekshirilganda o'sha ma'lumot yo dastur keyin yana qayta tekshirilganda u to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Buni o'xshatish mumkin. It's like checking if a toy in stock and by the time you click buy someone else has already bought it. Ya'ni e'tibor berishimiz mumkin, o'yinchoq bor do'konda, ya'ni onlayn do'konda o'yinchoq turibdi, lekin siz qachonki sotib olaman deb bossangiz, kimdir allaqachon uni sotib olgan bo'ladi. Misol uchun two users buy the same last item at the same time because the stock was checked before it was updated. Ya'ni ikkita foydalanuvchi bir xil vaqtda oxirgi narsani sotib olishligi. Mana shu ham demak mana shu time of the check to time of use race conditioniga demak misol bo'ladi. Shared resource, ya'ni ulashilgan resurslar. This occurs when multiple users or systems trying to change the same data simultaneously without proper control. Ya'ni bir qancha
userlar yoki tizimlar bir xil ma'lumotlarni bir xil vaqtda o'zgartirishga harakat qilishi, ya'ni nazoratsiz o'zgartirishga harakat qilishi. Bu ham race conditionga olib boradi. Since both updates happen together, the final result depends on which one finishes last, creating confusion. Ya'ni qaysi biridir o'sha millisekundga farq qilishi mumkin, qaysi biri erta tugadi, qaysi biri kech tugadi va qaysi biri kechroq tugaydigan bo'lsa, demak o'sha chalkashlikka olib keladi. Think of two cashiers updating the same inventory spreadsheet at once and one overrides the other's work. Ya'ni ikkita kassiyerni ko'rishimiz mumkin. Bir xil narsani yangilashga harakat qilyapti va bittasi bir-birini ustiga, demak, boshqa kassiyerni o'sha spreadsheetiga, ya'ni ma'lumot dokumentiga yozib yuboryapti. Hop, undan keyingisi atomicity violation. An atomic operation should happen all at once, either fully done or not at all. When parts of a process run separately, another request can sneak in between and cause inconsistent results. Hop, bu kichkina amaliyot bo'lishi mumkin. Atomic operation deganda kichkina amaliyotni bu yerda demak nazarda tutib aytyapti. Ya'ni o'sha kichkina amaliyotlar hammasi birdaniga amalga oshirishligi. Xo'p, u birdaniga bo'lishligi mumkin yoki bo'lmasam umuman amalga oshirilmasligi ham mumkin. Qachonki biror bir o'sha protsessning qismlari alohida ishga tushiriladigan bo'lsa, boshqasi demak o'sha kutilmagan yo barqaror bo'lmagan natijalarni olib kelishligi mumkin. Misol uchun bunga keltirish mumkin. It's like paying for an item but before the system confirms it. Ya'ni tizim uni tasdiqlamasdan, ya'ni unga to'lash, someone else changed the price. Ya'ni tizim, it's like paying for an item before the system confirms it and someone else changes the price. Ya'ni kimdir narxni o'zgartiradi, tizim buni tasdiqlamaydi, lekin o'sha tizimga, ya'ni to'lov amalga oshiriladi. Misol uchun, a payment is recorded, ya'ni yozilgan, ya'ni to'lov qilindi deyilyapti bu yerda, to'lov qilindi deyilyapti, lekin buyurtmani tasdiqlash, ya'ni amalga oshmadi. Chunki bitta boshqa so'rov yuborib jarayonni buzyapti. Mana shu narsaga, demak, atomicity violation, race condition deyilar ekan. Xo'p, ana endi biz demak bu yerda amaliy qismiga o'tamiz. Ya'ni amaliy qismida pursuitni demak konfigure qilib olishligimiz kerak bo'ladi. Demak, buni amalga oshirish uchun biz bu yerda Foxy proxy'ni yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda bu yerda burp joylashgan. Xo'sh, burpni belgilab olamiz va bu yerdan burp suite community editionni demak yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak bizda mana bu IP da website berilgan. Xo'sh, demak username, parol ham berilgan ekan. Kirganimizdan keyin demak dashboardni ko'rar ekanmiz va bu yerda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan joyi bor. Slide Toy Limited Edition 10 ta demak bor ekan. Xo'sh, biz demak shuni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni add to cartga qo'shib, checkoutga borib, checkoutdan confirm and pay qiladigan bo'lsak, bizga o'sha buyurtmamiz kelib chiqadi. Ya'ni adres yozish kerak bo'ladi, shunga o'xshagan narsalar. Race condition qilishimiz uchun, ya'ni mana shu aynan burp suitni ishlashimiz kerak bo'ladi. Hozir bu biroz vaqt olyapti. Mashinamiz o'chib qoldi shekilli. Qaytadan yoqib yuboramiz. Attack boxni yoqamiz, ya'ni aynan attack box o'chib qoldi, target mashina ochganligi yo'q. Xo'sh, demak, race condition amalga oshirish uchun o'sha so'rovni tutamiz. Tutganimizdan keyin process checkout, keyin repeaterga uni jo'natamiz. Repeaterga jo'natganligimizdan keyin o'sha, ya'ni repeater o'zining nomi bilan, ya'ni qaytaruvchi degan ma'noni anglatadi. So'rovlarni qayta jo'natadi.
Xo'p, keyin add to group qilib, ya'ni tab yaratamiz. Tab qilib, bu yerdan demak o'sha bir nechta so'rovlarni demak birdaniga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana 19 turibdi ekan. Ya'ni duplicate tab qilib, keyin ya'ni o'sha hammasini bitta tab orqali bittada send qilinadi, ya'ni jo'natiladi va jo'natilgandan keyin demak bizga o'sha ya'ni race condition vulnerabilitiesni exploit qilgan bo'lamiz. Ya'ni bir xil so'rovlarni yuboramiz. Xo'p, send group in parallel last byte sync which launches all copies at once and waits for the final byte from each response maximizing the timing overlap to trigger race condition. Ya'ni vaqtdan yutishga juda sekundlarda 15 ta requestni birdaniga jo'natishga harakat qilamiz. Bu yerdagi ya'ni maqsad shu. Race conditionni exploit, ya'ni race conditionni exploit qilishga olib boradi. Hope the server will attempt to handle them simultaneously, which will cause the timing bug to appear due to multiple orders being processed at once. Xo'sh. 15 ta so'rov jo'natamiz, lekin 10 ta bor yo'g'i. Natijada demak keyin bizga flag chiqarib berish kerak. Ko'ryapsizmi? Bu yerda -7 bo'lib qolgan. Mashinamiz yongandan keyin demak biz buni sinab ko'ramiz. Demak bizda bu IP bor. Mashinamiz yondi. Endi Firefox yoqib, orqasidan burib suitni yoqib, demak sozlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi full size qilaylikda, buni minus qilib qo'ysak bo'ladi. Oldingisi edi bu. Mana. Zo'r, mashinamiz yondi. Ya'ni to'liq yondi va ishlayapti. Xo'p, bizda IP adres demak, IP adresga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. 10 80 161 210. 10 80 261. Xo'sh, bizda 261 210. 261 210. Nima bo'lyapti bu? Nimaga qotib qoldi? Tushunmay qoldim o'zim ham. Xo'sh. Nega yozilmayapti bu? Qiziq. 10 80 260 161 210. Bu yoqqa yozib turamiz. Bu yerga yozib turib, demak 10 80 161 210. Mana ishga tushdi. Demak bizda attacker va race conditionda attacker @123. Shuni o'zini kopiya qilib @123 ni bosib demak kirib olamiz. Not now, demak mana bizda 5 ta turibdi. Xo'sh, bu yerda biz demak mana buni yo'q qilishimiz kerak bo'ladi. F11 bosilib qolgan katta ehtimol bilan. Shuni hisobiga bu chiqaryapti. Xo'p, demak burpni yoqib olamizda. Bu yerdan burp suite community edition ni yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak burp suite yondi. Next qilamiz. Start burp. Burp suitni hozir yoqib, demak keyin requestlarni, ya'ni so'rovlarni tutib olamiz. Bu ham biroz sekin ishlayapti. Target mashina, ya'ni target mashina emas, o'z attack box sekin ishlayapti biroz. Lokal tarzda ham demak buni amalga oshirishingiz mumkin.
Hop, proxy intercept on dashboard. Biz bu yerdan add to cart buni belgilaymiz. Belgilaganimizdan keyin mana bitta bizda mana proxy ya'ni bosgan tutib oldi. Xo'sh, intercept off qilamizda bu yerdan proxy ya'ni added bo'ldi. Added bo'lgandan keyin qani bizda hozir mana view orders. Xo'sh, qani bu mana bu added view checkout, confirm and pay, view orders, payment received mana chiqib keldi. Back to shop qilamiz. 9 ta qoldi, ko'rishimiz mumkin. Endi bu yoqda mana ko'rishimiz mumkin process checkout bor. Aynan mana shu process checkoutni demak biz mana postda turibdi repeaterga jo'natamiz. Repeaterga jo'natganimizdan keyin xo'sh, bu yoqda bizda mana tab yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Aynan process checkout, chunki get olish, postu o'sha saytga ma'lumot jo'natish uchun ishlatiladigan request. Xo'p, bu yerdan repeaterda demak add to tab group qilib, tab gruplarni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Mana add to tab group, create tab group, qo'sh kart qilib demak yaratib olsak bo'ladi. Mana create 1. Ya'ni mana bularni hammasini duplicate qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 15. Demak mana kart 1 ga 15 tasi demak qo'shildi. Hop, buni biz qanday qilamiz? Mana ko'ryapsiz, bu yerdan ko'rinadi. 16 ta bo'ldi bizda, hech qisi yo'q uni. Duplicate tab qildik. Hop, 15 ta 16 ta yaratib oldik. Va senddan oldin mana bu yerda mana bu last byte syncni belgilashimiz kerak bo'ladi. Mana last byte sync belgilanadi va send groupni jo'natish mana parallelni demak bosishimiz kerak bo'ladi. Va biz send group parallelni bosganligimizda demak keyin flagga demak olishimiz mumkin. Mana bu yerda mana -7 bo'lib qoldi. O'zi 10 ta edi. Ya'ni 7 taga -7 bo'lib qoldi. 9. Xo'sh, biz 16 ta berdik. Bu yoqdan -7, ya'ni to'g'ri turibdi. Va flagni olishga demak erishdik. Ya'ni ayni bir vaqtda demak 16 ta so'rov jo'natganligimiz uchun bu natijani biz demak oldik. Ya'ni dasturni o'sha web applicationda race condition atakasini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Endi xuddi shu ishni demak biz mana bunga qilishimiz kerak bo'ladi. Bunny flashga. Buni ham add to cart qilamiz. Hop, checkout deganimizdan keyin confirm and pay, view orders ni bosamiz. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Shuncha narsa bosilib ketgan, ya'ni so'rovlar jo'nab ketgan. Bu yoqdan xuddi mana proxydan endi process checkoutni bu qismini faqat repeaterga jo'natishimiz kerak bo'ladi-da. Endi mana bu kart 17 ni o'chirib tashlasak ham bo'laveradi. Ya'ni close all tabs in groups. Yes. Endi mana bu 17 ni o'zini add to group. Hop, kart 2 qilamizda. Create duplicate qilib, misol uchun buni 15 ta qilamiz mayli. Bu yoqqa jo'natamiz. Buni yana last buni bosamiz va send group parallel qiladigan bo'lsak, kelib turib buni refresh qilamiz. Va ikkinchi flagni ham olishga demak erishdik. Xo'sh, ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda hozir mana -12 bo'lib ketib qoldi. Ya'ni mana shu dasturni demak aynan noto'g'ri ishlayotganligini bildiradi. Ya'ni race condition borligini bildiradi. Xo'p, endi buni qanday qilib demak oldini olishligimiz mumkin? Demak, o'sha attacker kirdi va kirgandan keyin oddiy sotuv requestini jo'natdi va Brooksuite orqali checkout so'rovini tutib oldi va uni parallel tarzda bir necha marta jo'natdi. Chunki va o'sha jo'natgan paytda dastur, ya'ni o'sha web dastur mana bu checkoutlarni bir vaqtda to'g'ri boshqarilmay qoladi. Va natijada, ya'ni
har bitta so'rov amalga oshirilgandan keyin o'zi update bo'lishi kerak edi, lekin o'sha narsa yuz bermadi. Natijada race condition kelib chiqdi. Endi qanaqa mitigation turlari bor, ya'ni qanday qilib biz oldini demak olishligimiz mumkin. Hop, atomic database transaction, ya'ni atomic database tranzaksiyalarni, ma'lumotlar bazasini demak ishlatish kerak bo'ladi va so stack deduction and order creation execute a single consistent operation. Ya'ni o'sha agar bitta kamayadigan bo'lsa yoki bo'lmasa o'sha buyurtma qiladigan bo'lsa, u bitta yagona barqaror amaliyot deb turib hisoblanishi kerak bo'ladi. Hop, perform final stock validation right before committing a transaction to prevent overselling. Ya'ni ko'p sotib yuborishni oldini olish maqsadida, ya'ni tranzaksiyani amalga oshirishdan oldin oxirgi stock validation, ya'ni tekshirishni amalga oshirish. Hop, implement in idempotency keys for checkout request to ensure duplicates aren't processed multiple times. Ya'ni duplikatlar bir necha marta process bo'lib ketmasligini oldini olish uchun demak bu yerda biz mana bu yerda ko'rishimiz mumkin idempotency keys degan narsani demak ishlatishimiz kerak bo'ladi. Hop, rate limiting ishlatilishi kerak albatta, ya'ni limit qo'yilishligi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha bir necha ya'ni bir vaqtda bu so'rovlarni oldini olishda demak u yordam beradi. Ya'ni shu narsaga demak yordam beradi. Hop, bu yerda mana race condition room bor. Buni demak bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Ana mashinani bitta o'chirib qo'ysak bo'laveradi biz. Ya'ni turli xil turlarni ko'rsatgan race condition. Bu ham qiziq. Ya'ni o'sha medium darajada qanaqa race condition, multi threading, ya'ni qanday amalga oshiriladi, kodlar bilan tushuntirilgan. Bu ham qiziq bo'lgan mavzu. Xo'sh, aynan shu yerda demak day 20 ga ajratilgan session o'z nihoyasiga yetadi. Demak sizlar bilan day 21 da ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.